Bugungi videomuz Berunilik yurtdoshlarimiz uchun dim foydali videorolik bo'ladi. Bu ma'lumotni aytish uchun shunday ob-havoda sizga videoga olib yetirajaqmiz. Shuning uchun shu ob-havodagi videosi uchun bir like bosib qo'ymasangiz umidlarimdan. Arqamda ko'rib turganingizdek, ya'ni bizlar Fortuna Biznes mikromoliya tashkilotiga keldik va yangiliklarga qaraganda endilikda Fortuna Biznesdan xohlagan turdagi tadbirkorlik, yana ham taksi faoliyatini yurgizib turib ham ajoyib imkoniyatlarga ega bo'lishingiz mumkin ekan. Qisqasi, qolganini ichkarida gaplashamiz. Tom ketdik. Endi qolgan savollarimizga javobni bank xodimining o'zidan so'raymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Endi ag'a Fortuna Biznes bilan umuman notanish bo'lgan insonlarga boshlang'ich tushunchani bildirib, o'zi bu nima ish bitiradilar burada? Shuni aytib o'tib ketsangiz. Fortuna Biznes mikromoliya tashkilotida 18 yoshdan 70 yosh oralig'idagi har xil yo'nalish bo'yicha kreditlar berib turibdi. Endi hozirgi vaqtda yo'lga qo'yilgan taksis ag'alarimiz uchun, ya'ni taksi faoliyatida bo'lgan ag'alarimiz uchun qanday imkoniyatlar yo'lga qo'yildi? Hozirgi kunda bizlar endi yangi yig'ildi. Taksi faoliyatida yurib turganlarga 2 million so'mdan 10 million so'm oralig'ida tek taksi emas, marshrutlashadigan avtobus, Damaslar akalarimizga ham 10 million so'mgacha berib turibmiz. Taksi faoliyatini olib borib turgan taksi ag'alarimiz uchun hamda yo'nalish marshrutlashda haydaydigan akalarimiz uchun ham 2 million so'mdan 10 million so'm oralig'ida berib turibmiz kreditlarimizni. Ya'ni faqatgina shahar ichida taksi faoliyatini yurgizib turgan emas, shaharlar aro qatnaydiganlarga ham amal etadi bu imkoniyat. Xuddi shunday. Urganchga, Toshkentga boradiganlar. Ha, xuddi shunday. Urganch bo'ladi, boshqa viloyatlarda taksi faoliyatini yurib turgan akalarimiz uchun ham 10 million so'm oralig'ida kreditlar ajratib turibmiz. Agar 10 million so'm pul oladigan bo'lsa, 1 yilning ichida 3 million so'm qo'shiladi, ya'ni 13 million qaytarib biladi. Agar undan avvalroq yapaman desa, foiz qaytiladi. Davlat ishida ishlaydiganlar uchun maksimum 20 million so'mgacha foizsiz olib biladi, ya foizsiz bo'lganda 30 kun davomida hech qanday foizlarsiz qaytarib biladi. Pasport bilan plastikini olib keladi. Eng muhim narsa o'sha o'zi, klientning o'zi kelishi kerak. Dushanbadan jumagacha ish faoliyati yuritamiz. Ertalab soat 9 dan kech soat 6 gacha ishlaymiz. Endi eshikka yaqinroq keldik. Bu yerning manzili qayerda, og'a? Manzilimiz to'g'rimizda Milsaxona, ya'ni pasport stolining ro'parasida, avtovokzalning yonida. Ya'ni oddiy etib hozir ko'rsatib tushuntirib beramiz. Turimizda pasport stol, bu yoq tarafimiz Beruni o'zlarimizning vokzal. Bu esa hammamiz bilgan shu Milsaxonaning 4 yo'li. 4 yo'ldan turi o'tib turib chap qo'lingizga qarasangiz, Fortuna Biznes yozuvini ko'zingiz tushadi. Hozir aytib o'tgan imkoniyatlardan albatta turi yo'lda foydalanishingizni so'rab qolamiz. Hammasidan turi yo'lda foydalanib, agar o'z vaqtida to'lovlarni amalga oshirsangiz, sizdan va bank xodimlaridan hech qanday muammo yuzaga kelmaydi. Yana bir marta eslatib o'tamiz, bu yo'lga qo'yilgan imkoniyatlardan faqat va faqat turi foydalanishingiz kerakligini eslatib qolamiz. Shunda menimcha hech qanday muammo bo'lmaydi. Podpiska bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Shunda Berunining ichida bo'lib turgan shunday imkoniyatlar va yangiliklarni hammadan birinchi o'pib bilib borasiz. Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling.